Assalomu alaykum aziz obunachilar va kuzatuvchilar. Bugun mana biz yana bir ajoyib loyihani tuzib chiqdik. Demak, sherigimiz Ziyodullajon va men Sherzod. Bugungi loyihamizda oldingi loyihamizdan qanday bir afzallik tomonlari va uni qanday qulaylik tomonlari, uni boshqa bir farq tomonlarini biz ko'rsatishga harakat qilamiz va bizni kuzatishda davom eting. Yana qiziqarli voqealar sizdan demak qurilish jarayoningizga foyda tegadi degan umiddamiz. Marhamat, hozir Ziyodullajon umumiy chizmani tushuntirib beradi. Biz o'shaning keyin kesimida yana qurilish materiallarini gaplashamiz. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bu loyihamizni tanishtirib o'tadigan bo'lsam, bu loyihamizning razmeri 1480 ga 1440 hisoblanadi. Ya'ni 2 sotik hisoblanadi bu loyihamiz. 2 sotikga mo'ljallangan loyiha. Xo'p, bu yerda koridorimiz, eshikdan kirganimizda o'ng tomonda mehmonxona hisoblanadi. Ya'ni bu mehmonxonamiz hamma uyda nimasidan uzoqroq, chekkaroqda joylashgan, ya'ni qulayligi shunda. Xo'p, mehmonxonaning to'g'risida bu yerda oshxonamiz joylashgan. Bu xonamiz, buni yonidagi xona esa bolalar yotoqxonasi hisoblanadi. Bu yoqda esa bu yoqda ham bitta yotoqxona. Bu yoqdan chiqqanimizda mana bu to'g'ri koridordan kirib to'g'rida borganimizda общий sanuzel hisoblanadi. Общий sanuzel. Bu tomonga o'tganimizda bu yotoqxona. Buni ichida общий sanuzellari, mana bu yerda esa garderobi mavjud. Kattaligi bu yerda eng katta yotoqxonamiz 640 ga 4 metr hisoblanadi. Ya'ni kattagina yotoqxona hisoblanadi. Mehmonxonamiz 380 ga 480 hisoblanadi. Oshxonamiz esa 475 ga 4 metr hisoblanadi. Xonamiz kattaligilari shunday iborat. Hop, endi yana sizlarga aytadigan bo'lsam, bu loyihamiz 2 sotikga mo'ljallangan hisoblanadi. Ya'ni bu hamyonbop, ya'ni kam yer maydoniga qo'yilgan, ya'ni ko'proq xona sig'dirilgan loyiha hisoblanadi. Hop. Bundan ham qiziqarliroq va yaxshiroq proyektlarni yana ham topmoqchi bo'lsangiz, bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, bizni kuzatishda davom eting. Shu ikkalamiz, Sherzod akam bilan Ziyodullo men bundan ham yana qiziqarliroq, xalqimizga foydaliroq bo'lgan proyektlarni chizishda, xizmat qilishda davom etamiz. Hammaga rahmat. Eng qiziq tomoni, har bitta mijoz uchun uning o'sha xohishidan kelib chiqqan holatda biz individual ishlaymiz. To o'sha umumiy proyektni beton kuyish jarayonidan tortib to o'sha tomigacha bo'lgan jarayondagi har bitta ketadigan qurilish materiallarini ularni o'sha qurilayotganlarning summasi, uning o'sha usta haqigacha bo'lgan jarayonni ham biz to'liq hisoblab, smeta qilib o'shalarni tashkillab berishni o'z zimmamizga olamiz.